Homilador ayol uchun MRT mumkin emas. MRT homilaga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysizmi? Hozirgi patsiyentimiz ham xuddi sizday fikrlaydi va 4 ta klinika buni mumkin emasligi haqida ularga tushuntirib qaytarishgan. Men buni amalda sizga ko'rsatib beraman. Hozirgi bemorimiz bizga murojaat qilishlarining sababi qorin o'ng sohasida og'riq, ovqat hazm qilish buzilishi va rangda sarg'ayishlar aniqlangan. Tekshiruvlar natijasida o't yo'li va o't qopida tosh tiqilishlari aniqlandi va davolovchi vrachlariga yo'naltirildi. Qiziq tarafi shundaki, bemorimiz 25 haftalik homilador. Ya'ni homilaning holatini ham MRTda juda chiroyli ko'rishimiz mumkin. Mana homilalari haqida ham bemalol ularga maksimal darajada ma'lumotlar berib o'tildi. Ko'rishimiz mumkin, homilaning jinsi va yotish pozitsiyalari, proyeksiyalari to'liqligicha tushuntirildi. MRT tekshiruvlari homiladorlikda hech qanaqa zararlar bermaydi agar u kontrastsiz tekshiruv bo'lsa. Haqiqat shundaki, MRT bu rentgen yoki KT kabi ionlovchi nurlardan tashkil topmaydi, balki magnit maydon asosida ishlaydi. Shuning uchun homiladorlik davrida uni bajarish mumkin. Ayniqsa tekshiruvlar foydasi maksimal xavfdan ustun bo'lganda. Ushbu videoni MRT tekshiruvi homiladorlikda zarar deb biluvchi tanishingizga yuborib qo'yasiz.